Assalomu alaykum kanalim a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ikki xil usulda o'zimizning milliy taomlarimizdan biri ko'k chuchvarani ko'rsatib beraman. Buning uchun 3 kilogramm ismalog'ni maydalab to'g'rab olamiz. Piyozni ham yaxshilab to'g'rab, ozgina mol chorisini to'g'rab, yaxshilab qizib turgan yog'imizda qovurib olamiz. Issiq qovurilgan piyozni ko'kka ustiga solib, tuzlarini rostlab, chiroyli qilib aralashtirib olamiz. 2 kilogramm unga 1 qoshiq tuz va 1 cho'mich yog' solib, iliq suv solib, chiroyli qilib xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni ikkita bo'lakka bo'lib, ikkita zavalacha hosil qilib, ustini yopib, 15 daqiqa tindirib qo'yamiz. o'n besh daqiqadan keyin zirvolamizni olib, yupqa qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirimizni o'zimizga kerakli o'lchamda yaxshilab taxlab kesib chiqamiz. To'rt burchak shaklda qildim men. Chuchvarlarimiz chiroyli chiqishligi uchun xohlasanglar sizlar alohida yumaloq qilib yoyib olishingiz mumkin. Kesilgan xamirlarimizni taxlab olib, ichiga ko'klarimizni solib, chuchvaramizni bukamiz. Birinchi usulda dumaloq qilib bukib olamiz. Juda ham bukilishi oson. Ikkinchi usulda esa 3 burchak shaklda bukamiz. Juda ham mazali, kasar-kusur chuchvaralar chiqadi, xudo xohlasa. Mana chuchvarlarimiz tayyor. Ikki xil usulda bukib, patnislarimizga terib oldim. Ana endi o'zimni har doimgidek qora o'chog'imda olovini yoqib, yog'ini qizdirib, chuchvarlarni solib, yaxshilab qizarguncha qovurib olamiz. Chuchvarlarimiz pishguncha u yoq bu yog'ini ag'darib olamiz. Mana bir tog'ora chuchvaramiz tayyor. Ikki xil usulda juda ham chiroyli chiqdi. Albatta, bu retsept sizlarga yoqqan bo'lsa xursandman. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.